alaykum barchaga, hammangizni xonadoningizga tinchlik, sog'lik, salomatlik tilagan holatda bugungi ona tili darsiga olib keladigan ajoyib metod haqida ma'lumot beramiz. Bugun ona tili darslarida sizlar bilan yosh kashfiyotchilar deb nomlangan ajoyib bir metodni qo'llaymiz. Bizni kuzatib tursangiz, buni natijasini o'zingiz ko'rasiz. Lobar Muxtorova YouTube kanaliga obuna bo'ling. Bizda eng qaynoq metodlar bizning kanal. Biz esa davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang, fikringizni albatta kommentariyada yozib qoling.